hörmətli qarindaşlar. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqrammasını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Amerika hökuməti Xitay saqçıxanalarına qarşı yer şari urushni kuchaytirdi. Amerika Avam palatasi Xitoyga neft eksport qilishni cheklaydigan qonun loyihasini mutlaq ko'p qism ovozning qo'llashi bilan ma'qulladi. Bosniya-Gersegovinadagi islom jamoati sobiq raisi O'lima Mustafa Serikning Sharq Turkiston bayonlari bilan munosabatining yo'qligini bildirdi. Diqqətinizə təfsili məzmunlarda bolsun. Amerika Federal Tekshirish idorasining tekshirishidan keyin Amerika hukumati Xitoy saqchixonalariga qarshi yer shari urushni kuchaytirayotgan. New York vaqti gazetining 12 yanvar kunidagi xabariga qaraganda, Beijing uzoq joylardagi bu saqchixonalarning saqchixona xizmatini qilmaydiganligini, Xitoy axboroti bo'lsa, axborot to'playdiganligini va boshqarish doirasining sirtidagi jinoyatlarni bartaraf qildiganligini aytgan. New Yorkning Xitoy shaharchisi Avat ko'chasiga joylashgan 6 qavatlik bir binoda injenerlik shirkati, yangi bilan davolash va buxgalterlik ishxonasi qatorliq o'rinlar bor bo'lib, 3-qavatida boshqarish huquqiy va diplomatik tasdiqdan o'tmay turib, saqchi harakati elib berilgan. Bu diplomatlar va axborot xodimlarining g'azabini keltirgan dunyodagi 100 dan ortiq guruhning biri. Amerika Federal tekshirish idorasining tekshirishidan xabardor manbalarning aytishicha, Jasusluqqa qarshi turish xodimlari o'tgan yili kuzda Brooklindagi Amerika taftish mahkamasi bilan adliya tekshirishining bir qismi sifatida binoni aqtirgan bo'lib, bu Xitoyning diasporani chegaradan halqib kontrol qilish tirishchanligi to'g'risidagi dunyoviy talash-tortishning keskinlashishiga vakillik qiladi. Irlandiya, Kanada va Gollandiya doiralari Xitoyning o'z davlatlaridagi saqchi harakatini to'xtatishga chaqirdi. Amaldorlarning saqchixonadagi materiallarni musodara qilganligi Amerika Federal tekshirish idorasining hujum qilganligining bir misoli. Xitoyning Washingtondagi bosh elchixonasi chorshanba kuni saqchixonalarning rolini tuvan mo'ljallab, bu fidoyilardan tarkib topgan bo'lib, fidoyilar Xitoy fuqarolarining sho'pirlik kinishkasini yangilash qatorliq doimlik vazifalarni o'rganishiga yordam berdi degan. Ba'zi dokladlarda aytilishicha, Xitoy saqchixonalari yerlik hukumatlar bilan hamkorlashmay turib, axborot to'playdigan va chet eldagi jinoyatlarni hal qiladigan. Ishxonalarni kimning boshqaradiganligi aniq emas ekan. Ular ba'zida fidoyi deb ataladigan. Ba'zi joylarda xizmatchi yoki intayin oz ahvolda boshqaruvchi bo'ladigan. Saqchixonalar g'arb organlari va kishilik huquq tashkilotlarining diqqatini tortganlikdan tordagi ba'zi maqolalar yaqinda o'chirilgan. G'arb amaldorlari saqchixonalarni Beijingning chet eldagi Xitoy fuqarolarini, jumladan o'qituvchilarni iz qo'g'lashdagi texnik cho'ng tirishchanligining bir qismi deb qaraydi. Bu xil tirishchanliklarning ichida eng mashhur bo'lgani tulki ovlash harakati deb atalgan harakat bo'lib, Xitoy doiralari chet elda qochqinlarni tutib olgan va ularni yurtiga qaytishga qistagan. Xitoyda e'lon qilingan davlat axborot vositalari va matbuotlarda aytilishicha, Xitoydagi oz degandimi Fuju, Jingtian, Nantong va Wenzhou qatorliq 4 joy 10 necha saqchi punkti qurgan. Ular Yaponiya, Italiya, Fransiya, Angliya, Germaniya, Vengriya, Chex va boshqa davlatlardagi o'rinlarni aniqlab chiqqan. Saqchixonalarning chet elda ishlashi avtomatik uyg'unsiz emas. Masalan, Amerika Federal tekshirish idorasi chet elga vakolatchi avatadi. Ammo ular hamisha o'zini chet el hukumatiga ma'lum qiladi va Amerika elchixonalarida ishlaydi. Ular yerlik hukumatlarning ruxsati bilan qonun ijro qilish vazifasini ijro qiladi. Xitoy, Italiya qatorliq Xitoy sayohatchilari eng yaxshi ko'radigan joylarda birlashma chorlash olib bordi. Bu g'ayri rasmiy mashg'ulotlarni texmo qisqarlik qiladi. Qorovulxonlarning cho'ng tahdid paydo qildiganligiga hamma odam ishonmaydi. Yali qonun instituti Paul Tsai Xitoy markazining tadqiqotchisi Jeremy Down mundaq dedi. Gerçi hükümetning Xitoy fuqarolariga parakandachilik selishi bir ig'ir masala bo'lsa-mu, ammo ko'pincha hollarda bu xodimlar chet eldagi xitoyliklar bilan sin ulanishi orqali ma'muriy vazifalarni o'rinlashga markazlashgandek qiladi. Saqchi tarmoqlari Xitoyga qaytib keldi. Nazariya jihatdan aytganda, bir odam aqliy iqtidorli telefon orqali o'xshash sinliq paranglish jarayonini elib bora oladi. Bir taraf qilishga o'xshash faoliyatlar Xitoyda yuz berayotgandek qiladi dedi. Gollandiyadagi Xitoy o'qituvchi Lin Xinliang, bular siz elchixonada qila oladigan ishlar. U kishilar saqchilarning ularga diqqat qilishidan ansiraydi. Men ulardan bek ansirayman. Buni doklad qiladigan kanal yo'q.
biz qila oladigan hech ish yo'q degan. Amerika Federal tekshirish idorasining direktori Kristofer Viray noyabrda parlament a'zolariga o'zining saqchi punkti deb atalgan qorovulxonalardan xabardor ekanligini va buningga ko'ngil bo'lganligini aytgan. Amerika Avam Palatasi payshanba kuni Amerikaning strategik neft zapasidan Xitoyga eksport qilingan neftni cheklaydigan qonun loyihasini mutlaq ko'p qism ovozning qo'llashi bilan ma'qulladi. Reuters agentligining 12 yanvar kunidagi xabariga qaraganda, qonun jumhuriyatchilarning bu oyda qattiq kontrol ostiga olishi natijasida 331 ovozning qo'llashi, 97 ovozning qarshi turishi bilan ma'qullandi. Qarshi bilet tashlaganlar demokratchilar bo'lib, o'tgan yili Jumhuriyatchilar partiyasining raisi Jo Bayden Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishi sababidan o'rlagan neft bahosini tengshash uchun strategik neft zapasidan 180 million tonning Xitoyga sotilganligini jakarlaganda, buning uchun to'plangan edi. O'tgan yili oktyabrgacha Amerika neft shirkatlari Xitoyga 67 million tonga yaqin neft eksport qildi. 2020 yili Cumhuriyetçi Donald Trump prezident bo'lganda Amerika Xitoyga 176 million ton neft eksport qilgan edi. Washington shtatidan kelgan Cumhuriyetchilar partiyasining vakili Kathy McMorris Rodgers Biden hukumatining strategik energiya zapasini isrof qilayotganligini aytib, yuqori kapital bozorining analizchisi Benjamin Salisbury Cumhuriyetçiler Partiyasi bu yilning beshida ma'qullanishini kutgan bu qonun loyihasi ikki siyosiy partiyani farqlantirishdagi yepkuchi rolini o'ynaydigan qonun loyihasidir. Ammo bu qonun loyihasini ma'qullash Demokratlar partiyasining kontrolligidagi Kengash palatasi bilan qattiq murosasa qilishni talab qiladi dedi. Amerika Avam palatasining parlament a'zolari bu hafta bilet tashlab, Beijingning kun sayin kuchayayotgan xalqaro ta'siriga taqobil turish uchun Xitoyga qarshi komitet sayladi. Avam palatasining boshlig'i Kevin McCarthy Xitoydan Amerikaga ish elib kelish, bilim-millik huquqini kafolatlantirish va ta'minlash zanjirini davlatga qaytarish qatorliq masalalarning muzokara qilinadiganligini aytdi. Bosniya-Gersegovinadagi islom jamoati sobiq raisi o'lima Mustafa Serikning Sharq Turkistonga ziyoratga borgandagi Sharq Turkiston bayonlari bilan munosabatining yo'qligini bildirdi. Sarajevo vaqti xabar to'rining 12 yanvar kunidagi xabariga qaraganda, Reis el-Ulema Hüseyin Kavazovichning maslahatchisi Mustafa Pirilaja Mustafa Serikmo, Serbiyadagi islom jamoati Mishxonning raisi Mevlut Tudukmo islom jamiyatiga vakolatan tashkillangan guruhi bilan Sharq Turkistonga bormadi. Bizning bilishimizcha, Sharq Turkistonga borgan bu guruhni Arab Birlashma Xalifaligi tashkillagan dedi. Xitoyning axboroti Yer shari vaqt gazeti islom dunyosidagi 14 davlatdan tashkillangan 30 nafar islom mutaxassisi Urumchini ziyorat qildi deb xabar qilgan edi. Bosniya-Gersegovinadagi islom jamoati sobiq raisi Serikmo Sharq Turkistonga ziyoratga berib, Xitoyning qilmishlarini terrorizm va radikallikqa qarshi kurash deb deyilgan o'limalarning orasida bo'lib, Bosniya-Gersegovinadagi islom jamoatining bayonlari Serik va Dodikning Sharq Turkistonni ziyorat qilgandagi bayonlari bilan birdek emas ekan. Vatan mustaqilligi harakati sharaflar ichida eng ulug', badili ig'ir, tavakkulchiliklari ko'p bo'lgan qutlug' harakatdir. Bu harakatning ulug'ligi shuningdek, uning yo'lida o'lish shahidlikni, saq qilish g'oziylikni, qoldirgan izlar qahramonlikni baxshanda qiladi. Qozongan sharaflar o'z navbatida millatga, xalqqa keltirgan shon-sharaf sifatida taqdirlanadi. Avlodma-avlod duoyi salomlar bilan, madhiya olqishlar bilan yod etiladi. Milliy xotiraga o'chmas tarix bo'lib tutilish mana bu tarzda ro'yobga chiqadi. Bu harakatning badalining ig'ir bo'lishi shuningdek, har turli yakka va kollektiv manfaatlar uning manfaatiga xizmat qiladi. Shaxsiy doirasidan halqmaydigan mol, oila, yuz-obro'y, mansab, jon qatorliq to'lashga tegishli barcha badallar uning yo'lida pido qilinadi. Uning ozodligi yo'lida kishilikka chetiladigan barcha erkinliklar bo'g'ilishga tayyor turadi. Yuz kelganda uning hayotligi uchun mamotliq vazifaga aylanadi. Bu harakatning tavakkulchiliklarining ko'p bo'lishi shuningdek, uning yo'li bog'i bo'stonlikqa tutashgan tikanlik yo'ldir. Bu yo'l irodani tavlaydigan, toki nafasdan qolganga qadar ko'rminglagan sinoqlar, imtihonlar, peshkanliklarga to'lgan, go'yo pilsirat ko'vrigi misoli qildan inchiki yo'ldir. Bu yo'lda salla irodasi bo'shagan, ko'zi qo'rqqan, manzilga qarab ilgarilashda tamtirgan, oldi orqasiga qarab andikan hamon teyilish, yiqilish, do'mlab tushish hech gap emas. Manzilgohning yo'li bo'lgan Firdavsga tutashgan relisning
asfali safilinin relsiga almışıp qelishi, yillab qilingan ajrining birla anda ko'pikka aylanishi har zaman mumkinchilik doirasidadir. Shunga bu yo'l kishidan doimo saq turishni, shuurliq bo'lishni, bosgan qadamlar uchun farosat nurini chiroq qilib olishni taqozo qiladi. Bu yo'lga qadam olmoq ma'lum ma'nodan aytganda oldin kepallikni hozirlab qo'yib, atlanishni shart qilgan bo'ladi. Vatanni moddiy va ma'naviy ishg'oldan ozod qilish ko'rishidan iborat bu qutlug' yo'l vazni, xarakteri va istiqboliy e'tibori bilan yuqorqi 3 nuqtaga markazlashtirgan chog'da vatan yukini zimmasiga ortish salohiyatini qo'lga keltirguvchilarning o'z navbatida bu yo'lning shart va taqozolarga uyg'unligini iddia qilguvchilar ekanligi o'ttirg'a chiqadi. Shundaqla mazkur shart va taqozolarga uyg'un kelmaydiganlarning bu yo'lga qisilib olishning o'ziga va vatanga zulm qilg'uchi bo'lib qoladiganligi, kishining aslida faqatla chami yetadigan ish bilan mukallaf ekanligi, shartga uyg'unlashmaganlarning vatan yukini zimmasiga elish salohiyati yo'q bo'lib qolmay, aksicha vatanga yuk bo'lishdan boshqaga yaramaydiganligini bilib yetishi, haddini bilishi, dangsishi kerak bo'ladi. Burhan Muhammadning noahlilik va salohiyatsizlik sirtmoqlarida bo'g'ilayotgan Mustaqillik ko'rishi nomli maqolasidan elindi. Hürmetli görürmenler, haberlerimizden kögünanlar için köp rahmet. Keler kıtımlık programımız görüşükçe Allah'a emanet bolgaysızlar.